Zinaxon! 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 Ko'zini oching! Meni qo'rqotma! Odam bormi? Men qutqizish mashinasi kerak! Zinaxon! Odam bormi? Ahvol qanday? Hadimizning hozirgi kasallik ahvoli xeyli yaxshi, lekin endi buningdek keyingi ahvolning qanday bo'lishi hadimizning o'ziga bog'liq. Bu nima deganingiz endi? Hozir hadimiz uchun eng kerakli bo'lgan yaxshi kayfiyat. Agar hadimiz yana o'sha qishlarni o'ylab kayfiyatli, davomli turoqsiz bo'laversa, o chog'da bizning qilgan doğru o'qilimizning unum bo'lishi notayin. Bo'ldi, bek ansirab ketmang aka, siz chiqib qolmasiz, yetish rasmiyatni bajaravering. Bo'ladi ukam, hozir bolalarim kelsa shular qilib tursin. Men buni yolg'iz qo'yib qo'ysam bo'lmadek. Bo'ldi. Ma'qul ukam. Bo'ldi, ma'qul, bek ansirab ketmang. Ko'rsatdim. Qaday, Qanday yaxshimi, tashqari salomatmi? Yaxshidingmi? Oshxonani ochmadingiz shu suyada? Voy, men kunduzi ochmadim. Ha. Voy, bugun moling o'zing kelib qolibsan-ku. Voy, gapini qilma, jinim. Adash. Ha. Voy, doim heyda sening savoq dishangal Arzugul degan qizol akab berayotgan degina, o'zingiz. Voy, maqetim nem bo'ldi ekan ta, faqat vaqt yetmadi o qizning. Shu o'zim keldim, amal yo'q hamda. Ha, bo'pti. To'xta. Bilsam. Sağaş Arzugulni timiz qilib yurayotdingda bu yerda. Qara. Sen meni ag'inam. Sen meni tushunsan-ku, adash. Shu 2 soatdan oshdi, saqlab o'tmay hech bir chiqmaydi-ku, tang bu. Men boyan ishini ko'rdim degina bu qizni. Voy, yama aldirashga qo'l-qo'liga tegmay ishlab ketib bordi bu qiz ola. Lekin sabrchanlik bilan saqlab chiqdi jomay. Adash. Bir kun saqlashga rozi. Mayli-ku, adash. Shu chiqsin nima deyman-da. Jinim og'inam satam. Men sana o'xshash bir qiyri bo'ytoq tursam, men qanday gap yuktiman sana? Voy, sen qiyri bo'ytoqman bilan-chi, sen qizing jiq. Sen o da gapni ustava chiqmayli qilg'ina bir degan gap deyapman, nima deyman, adash. Manda bo'lsin. Men aldiraymadgina adashqa. Oddiyli mandal deb qolgan o'zing tushunib oljiman. Avval Arzugul chiqdi. Chiqqandan keyin avval qachon vaqti borligini so'raysa. Andan keyin o qizni tamoq taklif qilsa. Tushundingmi? Taklif qilib bo'lgandan keyin men sizni yaxshi ko'raman deysa. Ben sizni yaxshi ko'raman. Dalta, uni menga demaysa, qizga demasini. Undaqo deme. Ulim deydi o. Sadıgan ketay ag'inam sata. Onun nim deydiganligini men nim bilaman. Qiziqmi? Deyman be. Ashta bo'lsin, ha? Maqda. Kunduzi taqaqqa bilan ichyapti, men qarib yordam ishlayman kelib. Ma'qul, xo'jayin, xo'p.
Vallahi telefonu almayı vatandaştan size. Ya. Vallahi olmadım. Sağ olsun. Oldu kılından size. Çırayınızdaki ensizlik bana hem dep verdi. Çünkü ben sizni özümdümü bekerek düşündüğün tursam. Bo'ldi. Doktor dedi o. Anda köngülsüz işlerini oylamadı. Anda köngülsüz işlerini oylamasang sana hiç ne olmaydı. En yaxşısı bana hiç ne bulmasın. Bu gepni ben özüm için emas, belki siz üçün de anlatıyorum ben size. Sizni bu dünyada yalnız taşlap koyup ketkim yok. Köp capalan tatlınızdan size. Rahmet sizge. Ne geplen demegen dedim o ben. Sen sakıltırıp ben sana kançilik capa çeksen ben razı. Bırak. Taşlap git. Taşlap gidip öteki yap. Herkes gibi. Eşkilimiz kıyır gazdır jığlanıp bidatımıza. Ben sizden mengü razıyım size. Memnunsun. Razı. Oldu çok iyi. Ama kırmızı işte değişmeyin. Allah'ım ki. Yap. Lider. Lider, yaxşımısınız? Teşvik etgör, bir yürüsüz o. Şu sizi saklap. Buraya gitmeniz bantı. Ya tamak yemsiz. Ay yeme, düşüp kaldı emasma. Nege? Tamakka? Siz men tamak teklif qilyapsiz? Elbette. Sizning qizlarni tamak teklif qilish usulingiz ancha romantik emasga jumon. Lekin Ömer ağinem açta kısa makul deydi dedi. Ha? Bu sizning mustaqil planingiz emas, balki boshqalarning ko'rsatmasidan. Kechiring, bugun tamoqni o'zingiz yeb turing. Hey, to'xtab turing. Ben sizi saklayotgan tak yerim kim buldu. Endi ben qeri boytaqdan bunchalik bir cüret kemik asad emas. Şun bo'lsa, bunu degan bir paranjib gap qoldigan bir fursat bergan bo'lsangiz bo'ladi. Ha, bo'pti. Odam aytganga ta'zim etibdi. Siz uchun bir soat vaqtimni chiqaray. Lekin hozir emas, 3dan keyin soat 2 bo'lsin. Hozir uyga qaytmasam bo'lmaydi. Odas men apirib qo'ysam. Hojati yo'q. Meni ajaldan birisini uyga apirib qo'yishni yoqtirmayman. 3dan keyin soat 2 bog'chada ko'rishaylik deydigan gaplaringizni obdan o'ylashib keling. Esingiz bo'lsin, faqat bir soat vaqtim bormi? Makul. Siz romantik emaskensiz. Teklif qilish usulunuz yaxshi emaskan. Tushdan keyin bog'chada ko'rishaylik deydi. Bog'chada ko'rsak romantik oldu ekan-da. Mandak yediğin kim dep verdi sana? Güle kılığını. Birini bırak.
Kıyıkaz canım adaş. Burada da. Edem satamaz kiyim sattı pika etmedik ya konular bak. Ben datma götüremeydi anı. Mana. Hakiki ütkür satanın özü olduğun canım adaş. Rahmet. Ma altındı bak o kara. Sana yaktıgen kızı olma o. Edem emesligi so'ladi cuma. Rahmet. Bugun ma fursat chiqdi cuma. Ketdikmi? Ketdik. Unama? Uni da chiqdi. Uni da shuni. Ameliyatda bugun men chaqirib nima uchun turamiz ko'nglimga aya. Chunki o'tir maktab vaqtimiz bilan siz ko'nglingizni Lekin yetti qitim talab qo'ysam siz ham yetti qitim shu zerikmay yo'q degan to'g'ri. Buga haqancha o'simi bir o'yish qilasiz endi. Bo'ldilar o'tib. Avval bo'lmay. Mening sizga javobim yana shu. Yo'q. 8. qitimliq yo'q deyishim. Kechiring. Sizni ham umidlantirib qo'ydim. Men ma'yamsa. Siz 1 soat vaqtim bor degandingizmi? Deydigan asosiy gaplarni deb bo'ldik. Yana vaqt isrof qilsang hojati bormi? Unda bo'lsa men olib qo'ysam bo'lamidi? Yo'q bo'ldi. Sizga boshqalarning meni olib qo'yishni istamaydiganlar. Ma'qulansa. Bu Arzgul. Yana azroq. Yegin azroq. Bo'ldi, to'ydim. Dadisi. Qarag'anda doktorxonada xeyli uzun yetib qolgan o'xshayman. Shuni siz uyga berib, bana bir quruq kiyim, lazimatli narsani olib kelaman. Bo'ldi. Abballoh dedim uray. Ashla aytmasin, ha? O balalarni necha qitim telefon qildingiz, bir qitim epmi qo'ymadi. Birisi bo'lsa hang vaqti, yana birisi yomonlikda bo'ldi. Ular qarmay o'zingiz beravering. Mendan ansirmang. Agar bir ish bo'lsa, doktorni chaqirtaman. Unda bo'lsa mana ko'ngilsizlik ishdan o'ylamading, jimi? Bo'ldi. Bir ish bo'lsa, kuni basang doktor chiqadi. Bo'ldi. Ma'qul emasmi? Hozirlik kelmaymi? Ma'qul, xotirjam bo'ling. Ma'qul emas, ma'qul, hozir kelmaydi. Qo'saqni ichib ketdi. O'zimga as. Mana men qo'ydi 8 qitim talab qo'ysam, o'lmayman. Apa? Apu, apa? Apa? Apam qani? Voy, men uxmayman. Kelsam hech kim yo'q. Darvozalarni qilib silig'lar. Qo'saq ichib qara. Dadam. Ya dadaya ne kettiğinle apam mı yok, sen mi yok? Dada qo'saq diye içip taranışıp ketdi cima. Apamı tamak uzumu itip koyup babamda deyme. Shundigina. Dadam toz tekşemez ku. Avara sen buzdukmi. Akılsız. Vicdanı işlep ketken. Herhalde koskun aşkanlı mısın mı? Apan yadın kepte, ha? Nemi kıldım dadam ben? Nemi hata kıldım? Ya ben sana 30 qitim tez bo'ldum, nima kelishmaysa? Nima chiqamaysa? Hey! Ben akılsız qo'yib, butlab amısın, sana nima bo'ldi? Sana nima bo'ldi men? Ben mi altılaşıp kaldım, işim çıkıp kaldı dada. Nemi bo'lganmish, iş bo'lib ketgan, nemi bo'ldi dada? Sen akılsızlarının dersini tas kaldık. Apana da arılıp bakını. Neyse? Dada, opam qiling bo'ldi? Ha? Sen akılsızlarının dersini apananın yürek kızını kozulup doktorga kirip kaldı. Doktor kanda, kaç doktor kanda? Apa! 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 Apa? Sarımsak nemi oldu apa? Apa?
Apa, sana zaten ne oldu itkili apa? Bizki detmegi ne oldu apa? İş yok falan. Azizullah. Çok iş yok. Aslında koymuyor şimdi ben. Bir gün böyle hiç gelişken bak yetişse. Kudu uçuruştu durgan bekler. Bana uçuşlarım lazım yok apa. Mantıklı kirki seni salametken apa. Apa, hemmini kılgam ben. Sana vakamsam bulat diye. Seni bundan ağırıp yetip kaldığanlıkını hakikaten oylamaptım ben. Ben çok ummaptım ya apa. Beni keçirgen. Şimdi bana atıp bağınım ne? Sizlerin hepsi görmeyin. Ben de falan çıkayım. Mahvolma. Vazi. Kamalan diye, kamalan. Apalar ya, çıkaranlar. Apa, ben emri. Şimdi beni de bu yalnız koymayın apa. Bana bir şey gül. Ben seni henüz yapmadan olmayla ağladık her iptirmen apa. Ben gerçi ben hoş bulsam bu yanım sen ağrıp bir canı kalmayla apa. Apa, o arzu diyen kendisi meyli. Senin gözünü sıkmağa olsa ben onundan acırışıp gitmem. Lekin seni herkes taşlayıp etmeyim ben apa. Benim vefasızlığımı geçirgin apa. Benim balım. Bir gün ilişki bana güneşi getir bak. Köyünce mutlu ettim. Şunda karamet güzel bu. Vazi Fıkan. Ben onu yerim ama çığlamadım. Bana bir şey mutlanmışsın. Tatlık apa, keyifçen apa, çıraylık apa. Herkes kalmış kız emrislerle kokşatmayınız apa. Dadamları hemşire kokşatmayınız. Sizlerle ağlamadınız da karalanınız. Ben bir ömür boyu tak üç gün hazike benden ki apa. Herkesin de ağırlık birisi kalmayın apa. Necim balım. Ben yaxşı olup kaldım. Patikanda doktorxanadan çıkına balım. Apa, doktor nimdeydi o? Başka çok iş yoktu ha. Çok iş yok balım. Şıkılmadan balım. Bundan çıkıp davanışım var. Çiftlerine kayıt çıkıver. Nasıl olur balım. Oldu apa. O lider bu sizin neyin kızanınız değil mi Akam? Ne bir şey oluyor Vaska? Oy ben bayağı Yesavat'ın kızın çıksam siz hopsiz var Yesavat'ın. Mandaksınız olmaydı. Ekran kadar parayını veremem. Yol Vaska. Ekran. Biz shuncha uzun yillar shirkatda birga ishlab meni ham tushunmabsiz. Shundaqmi? Aka, qarang. Shirkatning bugungi taraqqi qilishida, mahsulotlarning mushuk bozor tepishida sizlarning ajrinlar intayin ko'p. Sizlarga isl aqlimiz bo'lganligi uchun men mushuk muvaffaqiyatlarni qo'lga keltirdim bu. Sizni etkiladi. Boshqa ish yo'q. Mushundaq ahvolda ozdir ko'pdir o'zimning minnatdorligimni bildirib olay dedim. Tuz qilishdan hojat yo'q aka. Unda deganingiz bilan Bo'ldi, aka siz bu gapni davrasiz zinnat to'lamga besim bo'lib qoldim. Boshqa gapni qilishga licho bo'ldi. rahmat. Bo'ldi aka. Rahmat. Men shu Oqustan shirkatiniki xizmatchisi bo'lganimdan faxrlanaman. Rahmat. Sizdek bir oliyjanob liderimning bo'lganligi Qo'lingiz yerim qilmang aka, voy bo'ldi. Sizlardek isl akalarimizni xizmatchilarning borlig'idan men faxrlanaman. Biz Oqustonliklar menga bir oila kishilari hadi. Ko'ngildan yerim qilmanglar. Rahmet Fıkan. Sizni köp ağır kıptım. Onda olsa siz yaxshi aram bilan men yana yo'qlab kelaman. Men qaytaman sizga. Oldu, rahmat aka. qaytamsiz. Qaytay. Rahmet. Ma'qul. Rahmat. Ma'qul aka. Ma'qul. Ya, uzatma. Bo'ldi. Bana ben üstü be. Ha, bo'pti. Ma'qul. Bo'ldi, ishlarim bo'ldi. Neydi? Siz mang'ashtiring. Men konservatçında paranışıp andan qaytay. Ha, ma'qul. Ama men mang'ashtiray. Oldu. Bo'ldi amsa. Bugün apam yoklap keyinizden şunca hoş buldum arzu. Rahmet sizge. Bugun opangiz yo'qlab kelib sizni qaytadan tushungandek bo'ldim. Oy,
Bu ne degeniz? Bugün apanızın degan gaplaringizdan pek ta'sirlandim. Sizning buncha kuyimchan bag'ri yumshoq ekanligingizni o'ylamabdi ekanman. Yo'q Arzugul. Ben bugün şunu his qildim ki, ben bu yaşgacha ota-onamga bir o'zimning vafodarligini bir bildirib bakmagan aksicha ularga jafo sepib ketdim. Bugün opam bana yiqilib balisi kirmagan bo'lsa, ben qachongacha qo'shqalamni yig'mas bo'g'aydim deyman. Shularni his qila olganken siz asli bir kuyimchan yaxshi bola. Rahmat sizga. Bo'ptamsa, men qaytay. Ma'qul. Aman bo'ling. Qarang tushib qopti, yolg'iz kelsam asirmamsiz? Opirib qo'ying demaysiz-ku? Lekin siz bana boshqalarni opirib qo'yishni xohlamaydiganligingizni e'tiqod etasiz. Qarorimni o'zgarsam bo'lmanda. Bo'ldi. Canım. Bo'pti ukam, rahmat. Ya aka, sana bir gap qilmoqchi qaradim. Xo'sh. Va o'tkirning ishini oldingmi? Opasini ishindansa, puli yo'qlab keldik-ku. Ya yo'qlab keldik aka. Men sen bilan yo'qman. O'tkir o'zining ishida o'tman. Yo, olmadim. Biz ona aka bo'limsizdan bo'limsiz qilib, masxara tushirib ketmoqchi yarisi. Lekin hozir u burun o'tkir emas. Bu yurishtirishni o'zgartirib, chiroyli qizdan birini kayniga agashtirib shurti qarasini. Qizdan shirkatda ishlaydigan qizni demayotgansa, bir ish qitim ko'rib qoldimmi o'zi? Dal shu aka. Men shunga qarab bir narsani his qildim. Bu odam boshqalarni emas, dal o'zini o'zgartirgan vaqtida, onundan keyin uning hayotida yangicha bir burilish hosil bo'ldi ekan. O'tkir mana mushuni misol bo'la oladi deb qarayman. Hozir men misol bo'la olayman. Ya aka, sen mendek bo'ytaq bo'lsan, qanday misol bo'la olaysan? Ya, ukamma yaqinma yoq demaysan, ikki qizim qara to'la yig'lab, to'la bo'ynimga eslib, jinimda da apamizni yandirib kelsam deb shunday yalvorib yig'lab qara. Shalimni qo'ymadi. O'ylab baqsam o'z vaqtida butun savallik o'zimda ekan qara. Endi o'ylab asta ayolimni yandirib kelay da'vatim. Voy, akalar jinim aka, qo'lingni og'zingga navat jinim aka, shunda bir qila jinim aka. Men gapingni anglab baxo'shib ketdim juma jinim aka. Qo'llayman, yuragim bilan qo'llayman juma aka men seni. Cho'qimashlar qilma. Sen haqni qo'llamagan, bizmi seni qo'llaylik, ukam bizni qo'llaydi. Men o'tkir to'y qilib bo'lsa, va bo'ytaqdan salla qolasiz jimam demaydi. Endi aka, bizmi bunda yuraveramiz. Benim o'ylaganim bor aka. Rasman? O'ylaganim bor ras. Yaqinda men to'g'riliqim biror gap anglab qolasizlar. Xo'y, yigit. O'g'arlar. Undasa xo'sh xabarimni kutamiz. Bo'ldi aka, bo'ldi. Chataq. Bo'ldi dedim. Uy kirmamsan? Rahmat aka. Ma'qul. Aytka so'rining ishini unutqanmag'asiz. Bo'ldi. Ma'qul aka, rahmat. Aman bo'l. Ma'qul. Qara anisi. Necha vaqt sen bo'lmag'achqa men o'ylanib bo'lib ketganini ko'raman. Şuna bağıb, nadisi. Konular onu ba, öy baza, onu yok öy maza da. To'g'ri. Yana turaman. Şurada da kır. Ya ama bir narsalar akira olayım ben. Bo'ldi. Bak. Apa oylab bak. Yaxşılık kaldım bana. Uyga keldi mana. Yo'q, onu iç birey. Qani. Oy! Yazratxon! Chiqishga mehmon keldi. Hey, saat o'tdi juma va. Qandoq? Yaxshimi, tinchmi? Yaxshi. Qandoq qilamiz, yaxshimi, tinchmi? Qandoq qizim, yaxshimi, tinchmi? Qizim, nima qarab tursiz? Bera. Abba. Kızım. Abba. Kızım. Abba. Ne yapmayın balam. Siz yanımda benim çıraylık gelin. Çıkın.
Menga tabiiy chiroyli tirnoqlar bu. Adam artıq tərbiyə qıldı apa. Men kiçiklik qilib qopdim. Men endi tabiiy yaxshi otam qaytib keldi. Endi hargiz ketmayman apa. Ketmadi desangiz, hargiz ketkizmayman. Çıkma bana. Sen Atgül'ün doktorxan ekanligini tek akşam anladık. O da doktorxanada yo'qlab qolsak sizlarni hozir chiqyapti dedi. Şoňa o'tirib uyga kelishib. Rahmat. Shu beksat oldu. Vaqtida yo'qlab kelinmabdi. Kechiringlar. Doğru degan menden unda deymanlar. Sizlarni ko'rib bak xo'sh oldu, mana kelganinglarga rahmat. Bo'pmi, men qizimning qaytib kelgani meni bak xo'sh qilyapti. Ey dadisi, mehmonlar bo'lsa to'g'ri kepsi ketmoqda. Oy, jurma. Jurma, qani. Qanday siz yaxshi qoldingizmi? Vaqtida yo'qlab kelamay qoldik. Qani. Hadi, işini cuma. Qanday? Yaşlı da olacak ya. Voy, yaxshimi? Hemen de yaşlı. Men ikki qiz gap qo'yay. Hurmatli qarindoshlar. Bugun mana men uchun shundaqla hammamiz uchun nihoyat bir xo'shallik bir kun. Chunki ayolimiz Zinatxon doktorxonadan to'liq saqib chiqdi. Bundan men intayin xo'shal. Yomon qo'rqatdim bizni jamoa, yomon qo'rqatdim. Ikkinchisi meniki chiroyli kelinim Orzu qaytib keldi. Bundan ben nihoyat xo'shal. Yana bir gap. Meniki boshlig'im, direktorim o'zining qimmat vaqtini chiqarib bugungi shu yig'ilishimizga qatnashmaydi. Rahmat sizga direktor. Shu vaqtingizni alaydan ajrab kelganingizga rahmat. Ben xo'sh oldim. Rahmat. Ben xo'sh oldum. Yo'lboshqa. Oldum. Albatta bugünkidek Kapılıq Tutallarının aile yig'ilishiga men çoxum qatnashishim kerak. Çünkü Yo'lboshqamniki şirkatning taraqqiyotini çok qo'shgan debsiz intayin zo'r. Yo'lboshqa. Demek sizlarning xo'shalliginglar bizning xo'shalligimiz. Sizlarning oilalarning xotirjamligi o'xshashli bizning shirkatning xotirjamligi desak bo'ldi. Shunlashqa barliq urftuqqan xudobacha kelin kuyov hammalarga xotirjamlik, o'mlik, ittifoqlik tilayman. Yo'lboshdan gapimizni chiqqanlar. Bunu deymizmi, sizlarning Oqqushdan markali bu ochisi hozir xalq orasida yaxshi baholar yetishib kelmoqda. Ras, sizlarning yig'idan bozor saat alayda ochiq suyunlarning ta'mi bek izgichga, tomoqlarim ochiq suvsiz o'xshamaydigan bo'ldi. Tekrar beni aşkardan tutuyor tekrar. Bu Akkuş'tan olayın açıksın işletkeninde beni tabaklar başka sistem kırıyor. Bu kadar kırıyor da bu bekip yükletti. Vardır da. Demek yeridalarının, istibatçılarının razimelliki, biz kartacılarınınki muvaffakiyetimiz uzundan beri qo'llab kelayotgan barliq qarindoshlarga, hammalarga men yana bir qitim rahmat aytaman. Xalqni o'ylagan sizga o'xshash oliyjanob korxonachilar qayerda bo'lsin gullab yashaydi fikr. Rahmat. Bugün ben sizlerden pek hoş buldum. Bugün elbette kutubacılar cem bo'lgan aile şartları. Şu şirketin gepini pek çıkıp kettiler rahmat. Hem de şirketin gepini koyup özümüzdeki sorunumuzun gepini kessek. Mene bir talibim var. Zinatgül'den. Hoş. Yo'lboshqam şirkette bir yaktan işlep, bir yaktan yumur çakçak qilib bizni bek kuldirdi. Xudolarimiz kelgan sorunda albatta ash yumurlarni bir kerak demasangiz hisob bo'lmaydi. Dadam isi geçeceğim hemen depreye. Hele. Şimdi öyle sanki. Allah, bu dinler. İyi ben. Bizim bir boyavatdı. Bir günü işgalı çıkıp oturup gitti bu boy. Yaman şükürüş gitti. Ne buldun o sen? Mamay. Alıp gel.
Aşağı bir kaçışıp kalsa fevkalade. Aşırı Çünkü annem siz birini sizga teptirman. Biraz deyin kelinglar degandek nima qochib qoldi. Uyga kirdim bilan. Kirsa bu boy yig'lab yutdi. Voy do'stim. Aman yig'lab meni yelim kelib, voy do'stim. Yiqilgandan qoldim. Yaxshi oldi.